O'zbekiston kengash bobosaridan ishchilar. Siz olgansizmi? Shu Britaniya mahallalar fuqarolariga 17 million so'm, 33 million so'm, 50 million so'mgacha kirib berilyapti. Buni tartibi bor. Eng glavniy tartibi birinchi navbatda kreditlar yaxshi bo'lishi kerak. Oldin kredit olib turib, muammo qilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi talabi so'nggi 2 oy davomida ish haqisi yo'q bo'lishi kerak. Ish haqisi yo'q bo'lishi kerak. Sizlar bergan. Uchinchisi o'z bank qo'yish kerak. Chorvachilikmi, tikuvchilikmi, tikishgan bank qo'yish kerak. Ikki xil narsa bor. Sug'urta va kafillik bor. Sug'urtamiz 50 millionga 2 million 400 mingdan chiqib shunaqa chiqadi. Ya kafillar bo'lsa, masalan, o'z ishlari, turmush o'rtog'ingizni, jiyaningizni, qarindoshingizni kafil ish haqisi bo'lsa, bo'lsa o'zida qoladi sug'urta. Endi bu sizlar nimalarga tushib beriladi? Kartalarga tushib beriladi. Kartalarga tushib beriladi. Ta'minotchi olmaydi. Narx chiqarib, biz pul chiqargandan keyin 2 haftadan keyin, 1 haftadan keyin boramiz, monitoring qilgani. Haqiqatdan o'sha chorvachilik bo'lsa, qo'y mol bo'lishi kerak, tikuvchilik bo'lsa, shu tikadigan aviazopaga bo'lishi kerak. Shunday bo'ladi.